Yo, hello hammaga. Qalaysizlar? Kanalga video joylamaganman ancha bo'ldi. Bu safar bitta horror o'ynab qo'yamiz. Xo'sh, shunda birinchi horror Antarktika 88. Davay, boshladik. Nima deydi? Miltiq dol deydi. Upanas. Ovozda boshqacha. Kontrol tepasida nimadir sindir deydi. Bu mana ustiga chiqiladimi? Ha, chiqil ekan. Ha, shuni o'tsak kerak. Ozgincha lag. Pastga tushdik. Yuzdaga chiqish uchun yo'l top deydi. Yashil, qizil, qizil. Yo, yashil joydan yursak, ko'ramiz, yo'l chiqamikan. Qor bosib qolibdi bu yerda. Amayli qaytamiz. U muzikasi dahshat qo'rqinchli, yomon emas. Bu yerdan o'zimiz boya tushdik. Shu yo'ldan ketaveramiz. Upana, nima edi bu? Qanaqa mahluq bu? Kelib. Tars. Merganmanda, o'ldirdim. G'alat mahluq. Orqadan kelyaptimi? Yaxshi. O'tirish kerak shekilli bu yerga. Da, o'tiramiz. Sekin chiqamiz. Chapga, o'ngga. Menga qolsa o'ngga. Da, o'ngga. Yo, hazillashdim. Chapga boramiz. Chapga ham bir ko'raylik. Da. O'tirish kerak shekilli bu yerga. Da. Yo, tiqilib qolibdim, nimadir bo'pti. Uyda yo'l yo'q ekan. Orqadan hech kim yo'q. Soundtracklar bilan boshqacha. O'tda orqadan kimdir quvib kelayotgandek. Turib olamiz. Bu yoqqa yo'q, bu yoqda yo'l yo'q. Orqada hech kim yo'q. Oldinga sinematik o'yin, juda ham chiroyli. Qoyil qolish kerak. Yaxshi, o'tib oldik, davay. Bosam. Oyoq ot. Yo'q, bana. To'satdan chiqib qolay ekan. Treyli. Ovozlari ham biron boshqacha ekan. Yo'q, bu yoqda yo'l yo'q. Mana bu yerdan chiqish kerak. Katta qor. Turib olsak ham bo'ladi, orqada hech kim yo'q. Sekingina suramiz. Bu yerdan qochish kerak, tepaga yo'l top dedi. Bu yoqda yo'l, mana yerda ochiq yo'l bo'lar ekan. Davay. Nimaga bilan chiqib ketdi. To'satdan chiqib qoladi. Ancha katta mahluqcha ekan. Endi ko'ramiz. Bundan ham kattasi borga o'xshaydi. Soundtracklar. Mana o'sha mahluq. Voy. Shu ekanda. Antarktika 88. Yo'q, bizga kerak emas. Pulga sotib olish kerak. Xo'sh, u qismlari bor. Bir necha soat avval. Okey. Demak, bu bo'lib o'tgan voqeani ko'rsatgan ekanda. 1988-yil 18-oktyabrda geologik qidiruvlar 6 oy davomida meni otam Vladimir Efirov o'sha ekspeditsiyani tadqiq qilgan, o'zini stansiyasida deyapti. 6 hafta avval ekspeditsiya muloqot qilishni to'xtatdi va bugun men 4 ta qutqaruv odamlari bilan bu yerda nima bo'lganini bilish uchun keldim deyapti. Okey. Bu yerda men nima kutayotganini hatto bilmasdim ham deyapti. Uyg'on butaloq. Senda вообще kuchli horror kutmoqda. Da, tualetga borib birinchi. Bu yerda qurollarni o'q-dorilarni olsang bo'ladi deydi. U g'irt. Mayli. Lekin o'yin puliga yarasha yaxshi. Da, pul deganda men buni pulga sotib olish kerak ekan. Narsa. Pulga sotib olish kerak ekan, men tekin versiyasini oldim. Da, safety-cha yashin olamiz. Sig'mas ekan. Mayli, atrofda o'rganamiz. Bu nima? Tostermi? O'zingiz nimadir? Eshik bor ekan. Upana, tualet. Bu nima? Olov purkagishda yong'isi 24 deydi. Mana stol ustida nima? Pick it up key card. Qanaqadir karta. Bir pastda hech narsa yo'qmi? Yo'q. Hech narsa yo'q. Xonacha cho'tki. Doskaga nima yozilgan? Nimadir ismlarimi? Menimcha bu o'ynagan streamerlar ismi bo'lsa kerak. Da, bizga qo'shilmaydi ham. Da, aniq bunisi. Xo'sh, bu yerda yo'q.
Shkafni och. Bu nima? Kiyim. Tashqariga chiqishda shu krivkaga yo'q bo'lganini topdik. Oyoq izlari. Ayo kiyinroq. Алексей, Джек, Гарри, где вы? Alexey, Jack, Gary qayerdasizlar? Oyoq izidan boryapmiz. Stansiyasi shunaqa joy ekan-da. Qiziq. Lekin bu yaxshi emas, uka. No. Bu qon izlari yaxshi emas. Laboratoriyani nima ichkariga kir deyapti. Tuk yo'q deydi. Tukni qayerdan olamiz? Tuk qayda? Mana orqasidami yo bironta joyda generatormi nimadir bormi? 8 minut izlab oxiri topdim. Xo'sh, mana bu generator ekan. Mana uni bosish kerak. Ko'rinishdan bu yerda yonilg'i yo'q deydi. Topindi, uka. Yonilg'i yo'q. Qayda qo'shiladi endi? Yo'q, bu yerdan qo'shilmaydi. Tugma chiqmayapti bosadigan. Yonilg'i qaydan kelgan bo'lishi mumkin? Bu yerda mana pastdan mana uni tugmamikan? Yo'q, bu bosilmayapti. Mana turbalardan kelgan. Orqadan. Yo'q. Mana shu turbadan kelgan-ku, lekin bu turbaning qayerga ketganini bilmayman endi. Mana bu bachokdan qo'ysak bo'lmaydimi? Shunchada yonilg'i bormi? Nimadir bormi? Sakrasa ekan. Yonilg'i yo'q deydi. Upanyanya, mana ke topdim. Bu kranni ochish uchun nimadir kerak deydi. Bu yerdami nima? Qayda endi kranni ochgichi? Menga buncha qanaqadir wrench, ya'ni kalit kerak. Oyoq izlari qolarkan. Kalit qayda endi? Bolta topib oldim, bolta. Любой zombini yo'ramiz. Любойnikiga ayiramiz. Davay. Menga zo'ri yo'q. Jang ber menga. Oktagon. Ben jangariman, jangchiman. Menga jang beringlar. Oktagonlarga. Biz yana bir 5 minut ham yerda izlab oxiri qayda urish kerakligini topdim. Mana yerda yog'och turish kerak ekan. Looks like fragile. Nima deydi bilmayman. Biz urish kerak. Sig'aman. Sopmayman. Tipani ham urish kerak. Meni sig'arma. Pastda qolib ketdi. Voy, bu yerda nima bor? Xo'sh, qiziq. Bu nima? Bu mana bu. Xo'sh, xullas bu yerda ortiqcha shubha qolmadi. Muz namunalaridan topgan o'sha g'alati tuzilmalarimiz fanga noma'lum bo'lgan hayot shakllarining izlaridir. Chuqurlik va diametr o'zgarishlariga tayanib xulosa qilsak, bu izlanishlar kamida 600-700 million yil nima xullas chiqarib yozib qo'yaman o'zlaring yo'qolasizlar. Xo'sh, teke well flavor deydi. Boyagi asbob buraydigan o'shani endi olaylik deb izlansa. Bu nima bu? Ovoz qaydan keldi? Yobana, Mi 24 bu. Xullas, olib qo'yamiz buni. Xo'sh, endi yana nimalar bor? Qidiramiz. Bu qutilarni sindirib bo'lmaydimi? Yo'q, sindirib bo'lmaskan. Bu qutini ochib bo'lmaydi. Mana nima bo'ldi? Qanaqadir ski ya'ni nima desam ekan, chang'ina bir qismi. Xo'sh, endi bu yoqqa nima bo'ldi? Bu nima? Aptechka. First aid kit. Yaxshi. Normalmi? Bu yoqdagi narsalar olib bo'lmaydi. Men chiqib ketsak ham bo'ladi, menimcha hech narsa qolmadi-ku. Karta. Grafkani ko'tarib qo'yamiz. Bundan o'tiramiz, xo'sh, ko'tarildimi? Bilmadim. Chiqdik. Ana endi qayerga boramiz? Qo'y kranni qo'shib, yonilg'ini to'kdi, ulab, ana u laboratoriyaga kirishimiz kerak endi. Atrofda nimadir yurgandek. Ochdik. Xo'sh, endi yonilg'ini qo'shamiz. Yonilg'i kelgan bo'lsa, laboratoriyaga kir. Laboratoriya ochildi. Davay. Ketdik laboratoriyaga. Любойni yo'ramiz. Davay, kiramiz. Xo'sh, endi bu yerda nima kutadi bizni? Bizni aytib bilmayman. Xo'sh, karta kerak edi. Karta bilan kirdik.
Bu nima? Bu saqlab qo'yadigan-ku. Da saqlab qo'yish kerak o'yinda. Bo'lmasa o'ldirib ketsa keyin yana. Reklama. Yopana pistolet. Bizga kerakli narsa edi. Endi biz get on the ground, motherfucker. Get on the ground, black nigga shit. deymiz. Bu nima? Tranzistor. Nimaga kerak? Kimdir xurraga otadimi? Bu nima? Granata. Bu yerda hech narsa qolmadi shekilli, bu seyf ochiladimi? Qanchada nima bu? Oho, 4 ta pistolet o'qi. Yaxshi. Shu tabi o'q berayotganiga yarasha ovozlar, qon. Kimdir keladimi deyman. Ochilmaydimi? Yo'q, ochilmas ekan. Shkafni ham bir ochib ko'radi ekan, mayli. Oldinga, zal yoqqa, chapga, o'ngga qaraymiz. Har xil ovozlar kelyapti. Yo'qlar. Chapga yursammikan o'ngga ham? Mayli, bu yoqqa ketaveray. Bu yerda granata. Bu nima? O'qdon yo? Flamzerover o'q. Yonilg'isi. Shkafni ochamiz. Ichida hech narsa yo'q, toza. Bu yerda narsa bor ekan. Bularni olib bo'lmaydimi? Olib bo'lmaydi. Qo'rqityapti qandaydir bir. G'alati ovozlar. Mayda narsa xuddi yerdan o'rmalab kelayotgandek ovozi. Vahmaga solyapti. Tezroq masalan olib tashqariga chiqaylikchi. Ochilgan ekan, hech narsa yo'q. Buni qaranglar. Asabim dosh bermaydi meni bunaqa narsalarga. Chiqsang-chi, otishsang otish uka. Davay. Laboratoriya. Shu nimadir yurib turib, rosa asabga tegyapti-da. Buni qaranglar. Bu nima? Pistolet o'qi. Yaxshi, 4 ta plyus. Yomon qo'rqityapti-da odamni. Yerda hech narsa yo'q. Bularni olib bo'lmaydimi? Yo'q, olib bo'lmaydi. Mana shu asabga tegib ovoz bor-ku, orqa fondagi. Qo'rquvchilik. Mana shu eshikni ochsam. Yo'q. Bu chiqadigan yo'l. Davay. Oho, Ameriqon, bu yaxshi belgi emas. Bu yerda nima bu? Ana. Mana uka. Sochilib ketdi. Davay. Tekshiramiz. Yo'qda yo'qmi? Bu yoqda yo'q. Yo'q bu yerda. Nimadirlar yorilib ketgan, tepadan suv oqyapti. Atrof qon. Qidiramiz. Bu yer hech qanaqa yozib qo'yaman, hech o'qib olasizlar. Xo'sh, xullas endi u xonadan bu xonaga o'tyapmiz. Sekin-sekin qidiryapmiz. O'qdori deganda yig'ib olish kerak, g'amlab olish kerak. Yo'qdan ochamiz. Hech narsa yo'q, olib bo'lmayapti. Demak, foyda yo'q. O'qdon. Ya'ni 4 ta o'q qo'shildi. Jami 12 ta o'qimiz bo'ldi. 16 ta deganim, 4 ta ham bor-ku. Bu yoqda qidiramiz. Xullas, bu yerda o'sha missiyada dalillarni topamizda, ko'ryapsizlar-ku, pastda qon bo'layotibdi. Mahluqlarni ham uchratdigaylar. Turishini. Mana bu konteynerda bo'lganda boyagi katta o'yinni boshidagi mahluq keyin ham tepadan chiqib ketgan. Kinosida ham shunaqa edi. Buni kinosi ham bor. Kinosida ham shunaqa edi. Xo'sh. Bu yerlarda hech narsa yo'q. Narigi xona. Pastga tushib endi boshqa tomonga sekin. Bu yerdan o'tdik-a? Bu yerdan o'tdik. Bo'lmasa keyingi xonaga o'tamiz. Tepadagi xonaga ko'ramiz. Nimalar kutadi? Shkaflarni ochamiz. Mana bu narsa nima? Bitam olsa bo'ladimi? Yo'q, olmas ekan. Xo'sh, endi ehtiyotkorlik bilan sekingina tepaga chiqsak. O'tirib olamiz. Voy, mahluqlardan bo'lishi mumkin. Yo'qolamiz. Radio tuzatyapti. Kartochka olaylik, kerak narsalarni olsak, bu bo'lmaydi. Nima? Ham bla. Xullas, nimadir. Buni ham yozib qo'yarman. Xullas. Резисторda Всем, говорит профессор Антонов.
Срочно прекратить исследование образцов. Они живые, они напали на нас. В пещерах мы встретили еще более ужасных тварей. Товарищ Быков погиб. Нужно немедленно уничтожить образцы, чтобы не допустить их распространения. Я забрал ключ-карту от оружейной у Ефимова. Оружие – это единственный шанс выжить. Их слишком много. Нам срочно нужна помощь на буровой станции. Выдвигайтесь к нам как можно скорее. Yordam jo'nating deyapti. Xullas, yig'layapti-da. Da. Drilling stationga qarab yo'l deyapti. Kalta oldik. Cho'ta qo'rqityapti. Bular har xil ovozlar. Yomon bu. Keyin eshik ochaylik-chi. Ya bu yerda hech kim. Tashqaridan nima bor edi? Voy buni. Lami kelyapti. Ot. La. Bu kattasi kelyapti, kattasi. Ot, o'qla. Davay. Qilay, ot. Ya o'lmadi. Aylanib yana qaytib kelyapti. Cho'ta ko'ziga ko'rinmaydi. Ya, men tamom bo'ldi o'zi bu yoqqa. Bulardan o'tib bilam. Saqlab qo'yaylik, agar keyin qismini xohlasa chiqaramiz. Xullas, o'zi to'g'risini aytsam, video qo'ygim ham kelmayapti. Sababi uzog'i 100 kishi ko'rar, yo 100 kishi ham ko'rmaydi. Uzog'i bir 2 dona, 3 dona like yig'adi. Uning uchun bilmadim, o'zi 81 ta obunachim bor. Endi u 81 ta ham yarmi inglizlarda. Prosmotr ham kam bo'ladi, yana ham bilmadim. Agar kommentariyada yozib qolinglar, agar ikkinchi qismi kerak bo'lsa, ikkinchi qismini ham o'ylab ko'rarmiz. Sog' bo'linglar.